Xitay zavsir Chengdu birinci qol 2015-10 ayındaki Kia Feride memleketimiz boyunca bazar o't bo'lib setilgan mashinalarning birisi. Kiyishkidan jalliqroq chiqijima ama Kia Feride. Kiyishki Vernaldan jalliq chiqqan mashina. Balkim Ki3lardan jalliq chiqqan mashina. Mashinani ortiq tanlamayman. Mashina ko'rib turganingdek dukkan darajalik yangi. Ma rengimi chezrang. Mashina bek chiroyli. Qizib oladigan bir qo'l mashina. Bu da chim asa ikkinchi qo'l bo'ldi. 2015-10 ayının Kia Ferideni neç pulga bersem bo'ldi? 12.800 pulga beraman. Elib sataman, mashin kesib tashlab foydalanib olsam bo'ldi. Mashin yangi bo'lib, pakiz bo'lib, mundaroq bo'ladi. Men mashin ortiq tanlash bejat. Zavsir degan keyin gap tugdi. Bu mashina tava mig'i bo'shab baqqan mashina emas. Ishni ko'rsatdilar. Ama Kia Feride'ler kamuq chiqaydi. Asosiy yo'q deyarlik. Ama işte qo'limizda chiqib qolgan mashina iPad ekran bor. İçi xeynishi chiqqan. Qaylanma yengiligiga, o'rindiqlarning yengiligiga, tegining dibenjileri mana ikki qanot tishtiruvlik ya kasofatni. Bir ko'plik joyga yer yo'q ko'rsam bo'ldi. Mana menda dukkandirilik yangi chiqqan BMW'lardan tortib Seyyan suyha o'zining joyida motor kirib ishilgan mashina emas. Ya bu Kia Feride'ni ortiq tanlash bejat ko'pincha bilasizlar to'rdashlar. Chaqliqim qaysam bo'ldi mana. Pechetcime maşinninki bir köşede yeri yok. Şinyen başa 10. ağaç kılıqlıq. Maşinnin pulusu 800 koy. Ama o şinke gel könlüs kısa Kia Feride'nin lavkense emez. 2015-10 Kia Feride büyük setiliş bahsi 12.800 koy kollap bergen tordaşlığa rahmet.